ABCD kvadratda DS va BC tomonlarida E va F nuqtalari olingan. Mana shu shartlar o'rinli bo'lsa, x ning qiymatini so'rabdi demak. Kvadrat chizib olamiz. Xo'p, ABCD. DS tomonda E nuqta olingan. Xo'p, BC tomonda F nuqta olingan. Demak, mana bunisi E bo'ldi, bunisi F bo'ldi. Tutashtirib qo'yamiz. EF ni x deb belgilagan, DY'miz 3 ga teng, FB'miz 10 ga teng, AB ning qiymati 15 bo'lsa, kvadratda barcha tomonlar teng bo'lishi uchun 12 qiymatni qabul qilish kerak. Xo'p, jami 15 ni berishi uchun bu taraf 5 bo'lishi kerak. Demak, Pifagor teoremasidan x'imizga 13 qiymat to'g'ri keladi. ABCD kvadrat ichkarisida F nuqta olingan. F nuqtadan BC tomoniga tushgan balandlik Y nuqtada kesib o'tgan degan. DF va AF'lar perpendikulyar va hokazo shu shartlar bajarilsa x ning qiymatini so'rabdi. Kvadrat chizib olamiz oldin bilan. Demak, ABCD. Xo'p, ichkarisidan biror bir F nuqta olamiz demak. Sal yaqinlashtirib olsak o'zimizga qulayroq bo'lar ekan. Ichkarisidan F nuqta olingan. AD ning qiymati demak x ga teng ekan umumiy ravishda. DF bilan AF'imiz perpendikulyar. Demak, bundan ham bitta balandlik o'tkazib olamiz. Ikkita tarafga perpendikulyar bo'lsin. F y'mizda qiymati 6 ga teng ekan. AD ning qiymatini so'ragan. Xo'p, jamisi x ni berishi uchun mana bu qismiga x minusdan 6 qiymat to'g'ri kelishi kerak. ADF burchagimiz 75 ekan. Demak, mana bu qismiga 15 gradus to'g'ri keladi. 15 gradus qarshisidagi 90 gradusdan tushgan balandligimiz gipotenuzdan 4dan 1 qismga teng. Demak, x taqsim 4imiz x minusdan 6 ga teng bo'lsa, x imiz qiymati 8 ni qabul qiladi. ABCD kvadrat ichkarisidan F nuqta olingan. Demak, ABCD kvadrat ichkarisidan F nuqta olinadi demak. Xo'p, bunda ham SF bilan BF'imiz o'zaro perpendikulyar bo'lishi kerak ekan. F nuqtasidan AD tomoniga tushgan balandligi Y nuqta hosil qilar ekan demak. Perpendikulyar mana bu qismga demak perpendikulyar bo'ladi. YF ning qiymati x bo'lsa, AY ning qiymati 8 ga teng. Xo'p, DY ning qiymati 2 ga teng. Xuddi shuni mana bu tarafga ko'chiramiz. 2 + 8 bo'ladi. 90 gradusdan tushgan balandlikni kvadrat direksiyalarida ko'paytmasiga teng edi. 8 kare 2 bo'lsa, mana bu qismga 4 to'g'ri keladi. Jami 10 ni berish uchun x'imizga 6 qiymat to'g'ri kelishi kerak bo'lar ekan. ABCD kvadrat ichkarisidan F nuqta olingan. Xo'p, F nuqta olamiz. Uchlari bilan tutashtirganimizda perpendikulyar ravishda bo'lar ekan. Agar uchlarini A, B, C deb belgilasak, ichkaridan F nuqta olsak, perpendikulyar bo'lmas ekan. AF bilan BF ning qiymati 10 ga teng. Tengyonli bo'lib qolar ekan. YF ning qiymati Y nuqta DC ga tushgan balandligi ekan demak. Bu 4 ga teng. Davom ettirsak, AD ning qiymati x ga teng. Demak, mana bu qismiga x minusdan 4 qiymat to'g'ri keladi. Jamisi x bo'lsa, mana bu qismiga x taqsim 2 qiymat to'g'ri kelishi kerak. Pifagor teoremasiga qo'yamiz demak, perpendikulyar bo'lganligi uchun 10 ning kvadrati teng x minusdan 4 ning kvadrati. Xo'p, qo'shilgan x taqsim 2 ning kvadratiga. Bunda x imiz qiymati 12 ga teng bo'ladi. Xo'p, ABCD kvadrat ABCD kvadrat bo'lsin. Xo'p, mana bu yerdan F nuqta olingan. AD ning qiymati 3 ga teng. Demak, bu qismi ham 3 bo'ladi. DY ning qiymati ildiz ostida 2 ga teng ekan demak. Y nuqta BF bilan DK ni kesishidan hosil bo'lar ekan demak. Xo'p, burchakdan kelamiz demak. SDKmiz 45 gradus. Mana bu tarafga davom etib qoladi. Mana burchagimiz 45 gradus ekan. Xo'p, buni davom ettirganimizda Y nuqtada kesishar ekan. Xo'p, mana buni ham tutashtirsak, Pifagordan bu yerga 3 ildiz ostida 2 to'g'ri keladi. 45 u 45 dan hosil qiladi. Burchakning tengligi bo'ladi demak.
Hop, bisektrissiyasimiz ularga ilizosida 2 ga teng ekan. D ga qiymati ilizosida 2 ga teng. Bizdan Y, B ni qiymatini so'ragan. E'tibor bersak, mana burchagimiz umumiy ravishda 90 gradusni hosil qildi. Pifagor teoremasiga qo'yishimiz mumkin demak. Ilizosida 2 ning kvadrati qo'shilgan 3 ilizosida 2 ning kvadrati teng. Hop, Y, B ning kvadratiga. Bunda Y, B'mizning qiymati teng bo'lar ekan 20. Ilizosida 20, bu ham 2 ilizosida 5 ni beradi demak. Keyingi misolimiz. ABCD kvadrat ABCD kvadratda AC diagonali birorta Y nuqta olingan. Xo'p, AY ni qiymati umumiy ravishda 17 ga teng ekan, YS ni qiymati 7 ga teng ekan. BY ni qiymatini so'ragan, mana bu X. Kosinuslardan chiqarsak ham bo'ladi. Mana bu yerga 45 gradus tomonni topib, lekin balandlik tushirsak qulayroq bo'ladi. Balandlik tushirsak demak, umumiy AC ni qiymati 24 bo'lganligi uchun 2 ga bo'lsa 12 yu mana bu qismiga 5 dan to'g'ri keladi. Umumiy tomoni 24 bo'lsa, mana bu qismiga 12 ilizosida 2 to'g'ri keladi. Shunda bu yer ham 12 ilizosida 2 bo'lsagina ilizosida 2 ga ko'paytirsak 24 deb beradi. Hop, pastdagi Pifagordan mana buni 12 ligi ma'lum bo'ladi. Endi O nuqtada belgilasak, BOY uchun Pifagorni qo'llaymiz. 5 ning kvadrati qo'shilgan 12 ning kvadrati teng x kvadrat. X imizga 10 qiymati to'g'ri keladi. Hop, boyaga aytganimizdek, mana bu qismini 45 ligidan kosinuslar teoremasidan chiqarsak ham bo'ladi, lekin turklar geometriyasida ko'pincha aksariyat holatda kosinuslar teoremasi ishlatilmaydi. Hop, keyingi misolimiz. ABCD kvadrat ichkarisida bir Y nuqta olingan. ABCD. Hop, Y nuqtadan DC va AD tomonlariga F va K nuqtalarida balandlik tushirilgan. Demak, DC ga F nuqtada, AD ga K nuqtada balandlik tushirilgan ekan. Mana perpendikulyar, bu ham bunisi ham perpendikulyar bo'ladi shunda. D, K, Y, F'imiz kvadrat hosil bo'lyapti. BY ni qiymati umumiy ravishda 8 ilizosida 2 ga teng. Mana bunisi Y edi, bunisi F edi. Demak, BY ni qiymati 8 ilizosida 2. Umumiysi kvadrat, mana bunisi ham kvadrat bo'lsa, pastdagisi ham kvadrat bo'lishga majbur. Nima uchun deganda, hop, mana buni o'tkazsak, kvadrat bo'lganligi uchun 45 ga 45 dan tushishga majbur. O'zi kattasi kvadrat bo'lganligi uchun bu ham 45 ga 45 dan tushishga majbur. Demak, bu yerda kvadrat hosil bo'lib qoldi. Demak, tomoni 8 u 8 dan to'g'ri keladi. BC ni qiymati umumiy ravishda 14 ni beradi. Demak, mana bu qismiga 6 qiymat to'g'ri keladi. Bu 8, bunisi 6, mana bu yerga ham 6 bo'lsa, KY ni qiymatini so'ragan. KY'miz ham x deb belgilasak, bunga ham 6 qiymat to'g'ri keladi. Chunki kvadratda barcha tomonlar teng bo'lishga majbur. ABCD kvadrat hop, uchlarni belgilab olamiz. ABCD. DC va BC tomonlarida Y va F nuqtalari olingan. Demak, mana bu qismi Y, bunisi F bo'lyapti. AY va AF'imiz DB ni L va K nuqtalarida kesib o'tadi. Demak, DB ni o'tkazib olamiz oldin bilan. AF ni va AY chiziqlarida o'tkazamiz. Xo'p, shunda AY chizig'imiz L nuqtada kesadi. Xo'p, bunisi demak K nuqtada kesib o'tadi. DY ni qiymati 6, BF ni qiymati 6, F ni qiymati 6, kvadrat bo'lganligi uchun bu ham 6 bo'lib, mana bu qismiga 12 to'g'ri keladi. KL ni qiymati x bo'lsa, x ni qiymati so'ragan. Oldingi mavzularda ko'rdik, agar mana bu taraflarini mediana qilib o'tsa, teng 3 qismga ajraladi. Sababi, mana buni o'tkazib olamiz. Perpendikulyar ravishda kesishadi. Bu L nuqtamiz ADS uchun medianalar kesishgan nuqta bo'lyapti. 2:1 nisbatda bo'linadi. Demak, 2A-yu A deb belgilasak bo'ladi. Pastda ham xuddi shu uchburchakdan bo'lganligi uchun 2A-yu A dan to'g'ri keladi. Demak, 2A ni qiymati x ga to'g'ri kelar ekan. X dan bo'lyapti. Demak, 12 ilizosida 2 imiz teng bo'lar ekan 3x ga. Bundan x qiymatini 4 ilizosida 2 deb olishimiz mumkin.
ABCD kvadratda BC'ni o'rta nuqtasi Y. Demak, kvadrat chizib olamiz. BC'ni o'rtasidan qandaydir Y nuqta olingan. Uchilarni belgilasak, ABCD DY kesmamizga davomiga deylik, B nuqtadan balandlik tushirilgan. Mana buni K nuqta deb belgilagan demak. Xo'p, A yu A'dan to'g'ri kelsa, kvadrat bo'lganligi uchun barcha taraflariga 2A'dan o'tadi. Xo'p, perpendikulyar bo'lyapti. Ikkala uchburchagimiz o'xshash, demak bu yerga ham 2A qiymat to'g'ri keladi. Xo'sh, tomonni belgilasak, A ilizosida 5 to'g'ri keladi Pifagordan. Demak, mana bu qismga ham umumiysiga ham A ilizosida 5 to'g'ri kelishi kerak. Bu yerni x deb belgilasak, A ilizosida 5 minusdan x qiymat to'g'ri keladi. Alfa deb belgilasak, kosinus alfani qiymatini topamiz demak. Kosinus alfamiz teng bo'lar ekan A ilizosida 5 minusdan x taqsim 2A ga. Hop, yuqoridan topsak 2A taqsim A ilizosida 5 ga. Soddalashtirsak demak, A'lar qisqarib ketadi. 5A minusdan x ilizosida 5imiz teng bo'lar ekan 4A ga. Bundan x qiymatini topsak, A taqsim ilizosida 5 qiymatga erishamiz demak. Xo'p, bizdan so'ragan ifodasi dy taqsim yk edi. Bu ham A ilizosida 5 taqsim A taqsim ilizosida 5 ni berar ekan. Soddalashtirsak, ilizosida 5 ning kvadrat paydo bo'lib, 5 qiymatni qabul qiladi demak. ABCD kvadrat ichkarisida shunday shartni bajaradigan f nuqta olingan. Kvadrat chizib olamiz demak. ABCD. Mana bu yerdan qandaydir f nuqta olaylik. Shunda DF bilan FC'miz o'zaro perpendikulyar bo'lar ekan. Demak, mana balandlik bo'lib tushdi. Bu yer F nuqta. Xo'sh, A nuqtadan DF tomoniga Y nuqtada balandlik tushirilgan. Demak, shunday balandlik tushirilgan Y nuqtada. dy ning qiymati 3 ga teng, YF ning qiymati 1 ga teng. ABCD kvadratning yuzasini so'rabdi demak. Xo'p, tomoni A bo'lsa, mana bu qismiga ham A qiymat to'g'ri keladi. Alfa deb belgilasak, mana bu yerga ham alfa qiymat o'tadi. Sinus alfani qiymatini topaylik. Demak, sinus alfamiz teng bo'lar ekan 4 taqsim A ga. Mana bu tarafdan ham demak 4 taqsim A ga teng bo'lishi kerak. Pifagor teoremasidan A ning qiymati 5 ga to'g'ri keladi. Xo'p, tomoni 5 bo'lsa demak, yuzasi 5 ning kvadrati bo'lib 25 ni hosil qiladi. Keyingi misolimiz ABCD kvadrat ABCD hop kvadrat bo'lyapti. S uchidan KL to'g'ri chiziq chizilgan. A va D nuqtalari KL to'g'ri chiziqda Y va F nuqtada perpendikulyar bo'lib tushadi. Shunchaki chiziq o'tkazib olamiz. Mana buni qandaydir K desak, buni qandaydir L deymiz. To'g'ri chiziq chizilganligi uchun mana buni davomi ham bor, kesma emas bu. Hop, demak, A va D nuqtalarining KL chiziqdagi balandliklari berilgan ekan. Hop, mana bu qiymatida D ni bu tarafga o'tkazib olganimiz yaxshiroq. Sababini hozir ko'ramiz demak. ABCD, chunki ikkala balandligi mana bu qismiga tushib qoladi, ishlanishiga sal qiyinroq bo'ladi. Demak, chiziqni sal o'zgartirdik desak ham bo'ladi. A uchidan demak balandlik tushiramiz. Perpendikulyar, D uchidan balandlik tushiramiz, perpendikulyar. Xo'sh, mana shu holatlarda bu yeri Y qiymat, mana bu qismi F qiymatni qabul qilar ekan. A uchidan tushgani Y, D uchidan tushgani F. Demak, YC'miz 3 ga teng, FC'miz 1 ga teng. AF ni uzunligini so'rabdi demak. A nuqtadan F uchiga boradigan chiziqni so'ragan. Buning uchun biz AY ni qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu qismidan ham balandlik tushirib olamiz. Perpendikulyar bo'lib tushadi. Bu yerda to'rtburchak paydo bo'lib qolyapti. E'tibor bersak, to'rt qiymatimiz mana bu yerga o'tib qoladi demak. Xo'p, alfa desak, mana bu qismiga 90 minus alfa to'g'ri kelganligi uchun bu qismi ham alfani hosil qiladi. A deb belgilasak, sinus A ning qiymati 1 taqsim sinus alfani qiymati 1 taqsim A ga teng. Demak, bu ham 1 taqsim A ni berishi uchun mana bu qismi 1. Demak, bu yerga Pifagordan ilizosida 17 qiymat to'g'ri keladi. Xo'p, tomoni
Ildiz 17 bo'lsa, bu yerga 4 qiymat to'g'ri kelib, bu yerga ham 4 qiymat o'tadi. Xo'sh, A, Y, F uchun Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Demak, 5 ning kvadrati qo'shilgan 4 ning kvadrati bo'lib qolar ekan. Ildiz ostida xo'p, bu ham teng bo'ladi AF ga. AF ning qiymatini topsak, 25, 16 ildiz ostida 41 hosil bo'lyapti. Bizdan demak AF ning qiymatini emas, AY ning qiymatini so'ragan bo'lishi kerak bo'lar ekan. AF ning qiymatini so'rasa, bu yoqqa tushib qoladi. Agar D nuqtani B ga siljitgan taqdirimizda ham F nuqta bu tarafga tushib qoladi. Xo'p, bu tarafga tusha olmas ekan. Sababi YS ning qiymati 3 bo'lib turib, CF ning qiymati agar F mana bu yerda bo'lsa 1 bo'la olmaydi. Demak, aniq bu tarafga tushadi. Savolda ozgina xatoligi bor. AF ning emas, AY ning qiymatini so'ragan. AY ning qiymati e'tibor bersak 4 qo'shilgan 1 bo'lib 5 ni hosil qiladi demak. Shart bo'yicha so'ralgan ifodamiz AY deb olinadi demak. Keyingi misolimiz. ABCD kvadratni DB va AB tomonlari davomida DY va CF perpendikulyar bo'ladigan qilib F va Y nuqtalar olingan. Chizib olamiz demak. Oldin bilan kvadratni o'zini chizaylik. Uchlarini joylashtiramiz. A, B, C da. Shunday K nuqta olinganki, DY bilan CFimiz o'zaro perpendikulyar bo'lsin degan. Demak, mana bu qismidan chiziq o'tkazamiz, bu qismidan chiziq o'tkazamiz. DY'miz mana bu chiziq bo'ladi, CFimiz mana bu chiziq bo'ladi. Shunda mana bu yer perpendikulyarlik shartini bajardi. Ikkalasi kesishgan nuqta K ni hosil qiladi. Xo'p, FK ning qiymati 2 ga teng, KS ning qiymati 6 ga teng. AY ning qiymatini so'ragan. AY'miz mana bu yerda demak. Demak, balandlik kvadrati resalar ko'paytmasiga teng, bu yerga 2 3 qiymat to'g'ri keladi. 2 3 kvadrati 2 kere 6 ga teng bo'lganligi uchun. Xo'p, mana bu qismini alfa deb belgilasak, Pifagordan bu yerga 4 qiymat to'g'ri keladi. Tangens alfaning qiymatini topamiz demak. Bu yerni ham alfa deb belgilasak. Tangens alfamiz teng bo'lar ekan demak. AY taqsim AD ga. Xo'p, bu tarafdan tangens alfaning qiymatini topsak, 4 taqsim DS ga teng bo'lib qoladi. Mana bu ikkalasi o'zaro teng bo'lganligi uchun AY ning qiymati to'g'riligi ma'lum bo'ladi. Xo'p, keyingi misolimiz. ABCD kvadratni AC diagonalida shuncha burchak hosil qiladigan qilib Y nuqta olingan. Xo'p, kvadrat chizib olamiz oldin bilan. ABCD. AC diagonal o'tkaziladi. Xo'sh, ADY'miz 15 gradus ekan. Demak, mana bu yerdan bitta Y nuqta olingan. Shu AC diagonalda yotadigan mana bu qismi 15. Balandlik tushirsak perpendikulyar bo'lib tushadi. Mana bu burchagimiz 45 bo'lganligi uchun bu yerga ham 45, mana bu qismiga 30 gradus to'g'ri keladi. Xo'p, endi ABCD ni yuzasi 24 ekan. Ildizga olsak, 2 ildiz ostida 6 ni qabul qiladi. Bizdan DY ning qiymatini so'ragan. DY ning qiymatini biz x deb belgilasak, xo'p, mana bu qismiga x taqsim 2 to'g'ri keladi. Bu yeri x taqsim 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 3. Demak, mana bu yer ham x taqsim 2 ildiz ostida 3 ni beradi. Xo'p, tomoniga x taqsim ildiz ostida 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 3 qiymat to'g'ri keladi. Xo'p, mana shuni kvadrati 24 ga teng bo'lar ekan demak. X ko'paytirilgan ildiz ostida 3 taqsim ildiz ostida 2 ning kvadrati teng bo'lar ekan 24 ga x kvadratini topsak 48 taqsim 3 bo'ladi. Bundan x qiymati to'g'riligi ma'lum bo'lar ekan. ABCD kvadratni DC tomonda Y nuqta olingan. Mana bu yerda hozir DC tomonida emas, DC tomonini davomida deb ham tushunishimiz mumkin. Ichkarida yoki tashqarida hosil bo'lishi mumkin. Mana shu DY chiziqda yotib qolsa bo'ldi. Uchlarni joylashtiramiz. A, B, C da. Shunda A, Y, B ning qiymati 30 gradus ekan. Mana bu qismi 30 gradus. Xo'p, A, Y ning qiymati 8 ga teng umumiy ravishda. Y, B ning qiymati 6 ga teng. Xo'p, balandlik tushirib olamiz. Perpendikulyar bo'lib tushadi. Xo'p, shunda mana bu yuzani topib olsak bo'lar ekan.
Tomonni x deb belgilasak, mana bu tarafga ham x, bunga ham x, bunga ham x to'g'ri keladi. Shu yuzani o'zini topsak, s bo'yalgan yuzamiz demak, x kara x taqsim 2 ni beradi. Bu ham ikkita tomoni orasidagi burchagi. 6 kara 8 kara sinus 30 taqsim 2 ni beradi. Bizdan so'ralgan yuzamiz x kvadratga teng edi. Bu ham 8 kara 6 kara sinus 30 ni berar ekan, 48 taqsim 2 bo'lib 24 hosil bo'ladi. Keyingi misolimiz ABCD kvadratni AD va AB tomonlari davomida Y va F nuqtalar olingan. Oldin bilan kvadratni chizib olamiz. ABCD. Xo'sh, chiziqlarni o'tkazamiz. AC'ni oldin bilan o'tkazib olamiz. CY va CF. Mana qismi Y. Demak, ikkita A F'imiz teng bo'lar ekan 2K ga. Demak, buni qiymati K ga to'g'ri keladi. Mana bu qismi shunda A ga qiymati 2K ga to'g'ri keladi. A, Y, S, F'imiz 9K kvadrat. Tomonni x deb belgilasak, mana bu yerga x to'g'ri keladi. Bizga mana bu yuzani bergan umumiy ravishda. Shu yuzani qiymatini topib ko'raylik oldin bilan. Xo'sh, x ko'paytirilgan 2K taqsim 2 miz yarim yuzasini beradi. Plyusdan x ko'paytirilgan K taqsim 2 miz keyingi yarim yuzani beradi. Shu 9K kvadratga teng ekan. Xo'p, qo'shib hosil qilsak, x'imizning qiymati teng bo'ladi 6K ga. Umumiy 6K bo'lsa, bu yerga 5K to'g'ri keladi. Bu yerga 4K qiymat to'g'ri keladi. So'ralgan ifodamiz BC ya'ni 6K taqsim BF ya'ni 5K. Buni soddalashtirsak 6 taqsim 5 qiymat hosil bo'ladi. ABCD kvadrat ichkarisida Y nuqta olingan. Ixtiyoriy Y nuqta olingan demak. Mana bu yerdan olishimiz ham mumkin. Hop, tutashtirib olamiz uchlarini. Mana bu yerda sharti bor ekan, mana Y nuqtamiz AC chiziqda joylashgan. Agar A, B, C, D deb belgilasak, AC chiziqda joylashib qolishi kerak ekan. Demak, bu ixtiyoriy bo'lmaydi. Mana buni davom ettirsak, mana shu chiziqda yotib qoladigan nuqta bo'ladi. Y nuqta deb belgilasak. Xo'p, uchlarni tutashtirib olamiz, chunki bizga yuzalarda qiymatini berib qo'ygan. ADY'miz 10 ga teng, BYC'miz 8 ga teng, ABY'miz B ga teng, DYC'miz deylik A ga teng. AC chizig'imiz yuzani tengiga bo'lardi, e'tibor bersak, A ga 10 ni qo'shsak, B ga 8 ni qo'shganimizga teng bo'ladi. Bunda B dan A ni ayirsak, 10 dan 8 ga ayirganimiz hosil bo'lib, ikki qiymat to'g'ri kelar ekan. Xo'p, yamuqta AC bu trapetsiyada burchak deb tarjima qilinadi. Trapetsiyada burchak. ABCD trapetsiyada x ni qiymatini so'rabdi. Mana bular bisektrisa ekan demak. Alfa deb belgilasak, A burchakka D burchakni qo'shsak 180 gradusda berishi uchun mana bu 90 minus alfa, bu ham 90 minus alfani berish kerak. Demak, x'imiz 90 gradusga to'g'ri keladi. Keyingilardan xuddi shunday, mana bunisi ham 90, bunisi ham 90. Demak, x teng y teng 90 bo'lsa, so'ralgan ifodamiz 180 gradusda beradi. Alfa yu alfa, 90 minus alfa yu 90 minus alfa. Xo'p, bitta yu bitta 90 minus bitta yu 90 minus bitta. Shundan xulosa qilib oldik demak. Xo'p, keyingi misolimiz 60 bo'lsa, yuqorisi 120 bo'lishi kerak. Shundagina 180 ni beradi. Bisektriса ekan demak, 60 dan hosil qiladi. Ikkalasining yig'indisi 180 ni berishi uchun bunisi 120 bo'lishi kerak. Ichki burchaklar yig'indisidan bu yerga 50 to'g'ri keladi. Xo'p, Z burchakdan mana bu 50 gimiz bu yerga o'tib qoladi. 50 u 50 bo'lsa teng yonli bo'ladi. Demak, x'imizga 80 gradus to'g'ri kelar ekan. 60 bo'lsa, yuqorisiga 120 teng 3 ga bo'lib olsa 40 gradusdan to'g'ri keladi. Xo'p, 40 ga 140 ni qo'shsak 180 ni beradi. 80 ga 100 ni qo'shsak 180 ni beradi. Demak, x dan y ni ayirsak 140 dan 100 ni ayiramiz. Demak, 40 gradus hosil bo'lar ekan. Xo'p, mana bu qismga 38 gradus to'g'ri keladi. Ichki burchak yig'indisidan Z burchakdan 38 bu yerga teng yonli bo'lgani uchun bu yerga 38 o'tadi. X qo'shilgan 76 miz teng bo'lar ekan 180 ga. Demak, x'imiz 104 gradusni beradi. Bunda ham xuddi shu holat. Alfa yu alfa desak, 90 minus alfa yu 90 minus alfa. Demak, x'imiz 90
Hop, bu ham 90 bo'ladi. Bittayu bitta 90 minus bittayu 90 minus bittadan to'g'ri kelganligi uchun yig'indisi 180 gradusni beradi. Hop, 130 bo'lsa 50 to'g'ri kelishi kerak. Biz esa bo'lgani uchun 25 25 dan bo'lib oladi. Hop, 120 bo'lsa mana bu qismga 60 to'g'ri keladi. Ichki burchakli yig'indisidan x'imizga 95 gradus to'g'ri kelar ekan demak. Hop, 140 10 qo'shsak 150, demak bu yerga 30 to'g'ri keladi. Tengyorlik bo'lsa bu ham x, demak 75 dan to'g'ri keladi. Hop, x ga y ni qo'shsak 120 gradusni berar ekan demak. Mana bu qismi demak 120 minusdan x. Hop, bu qismiga shunda x qo'shilgan, x taqsim 2 qo'shilgan 30, bu yerga ham x taqsim 2 qo'shilgan 30 dan to'g'ri keladi. Shundagina qo'shsak 180 beradi. Ichki burchakli yig'indisidan 3x taqsim 2 miz 60 ga teng bo'lsa, x'imizga 40 gradus to'g'ri kelishi ko'rinadi. 90 gradusdan tushgan mediana gipotenuzani yarmiga teng. Shundan xulosa qilib, buni 90 gradusli deyishimiz mumkin. Mana bu qismiga 90 minus x 90 minus x dan to'g'ri keladi yoki yuqoridagi 140 dan foydalansak bo'lar ekan, shunda osonroq chiqadi. 140 bo'lsa, pastiga 40 to'g'ri kelishi kerak. 20 dan to'g'ri keladi. Mana bunisi 90 gradus bo'lsa, ichki burchak yig'indisida x'imizga 70 to'g'ri keladi. Teng yonli ekan demak. Yangi o'zgartiruvchi kiritimiz shart emas, sababi mana buni 90 minusdan x taqsim 2, 90 minusdan x taqsim 2 deb olishimiz mumkin. D burchakka A burchakni shunchaki qo'shib qo'yamiz demak. Hop, 70 160 qo'shilgan x taqsim 2 miz 180 ga teng bo'lsa, x'imizga 40 gradus to'g'ri keladi. X qo'shilgan y teng bo'lar ekan 150 ga. Hop, pastda 3x qo'shilgan 90imiz teng bo'lar ekan 180 ga. Bundan x qiymatini topsak 30 to'g'ri keladi, y qiymatini topsak 120 to'g'ri keladi. Bizdan y so'ragan. 80 u 80 dan tushsa 160, demak bunga 20 to'g'ri keladi. 100 bo'lsa x'imizga 80 to'g'ri keladi. Hop, biz esa ekan demak, mana bu 140 bo'lsa 20 yu 20 dan to'g'ri keladi. Ancha ozgina adashdik, chunki mana bu yerdagi burchagimiz yo'q edi. Buni 80 ligini ayta olmaymiz. Mana bu 20, tashqisi 80 bo'lsa, bu yerga 100 to'g'ri keladi. Demak, x'imizga 60 qiymat to'g'ri kelar ekan. Shunda ichki burchakli yig'indisidan 60 gradus to'g'ri keladi. Hop, b qo'shilgan 2 karra x'imiz teng bo'lar ekan 180 ga. A qo'shilgan 5 karra x'imiz teng bo'lar ekan 180 ga. Hop, sistema nisbatini topib olsak ham bo'ladi. B qo'shilgan 2 miz A qo'shilgan 5 ga teng bo'ladi. B minusdan A shunda 3 ni hosil qiladi. Teng yonlikda tushgan balandlik asosan teng 2 ga bo'ladi. Bundan xulosa qilsak, alfa desak, mana bu qismiga ham alfa to'g'ri keladi. Z burchakdan mana bu qismiga ham alfa o'tadi. Bu ikkita chizig'imiz o'zaro parallel ekan, demak, mana bu qismi 90 minusdan alfani hosil qiladi. Davom ettirib qo'ysak, perpendikulyar bo'lsa, mana bu x burchagimiz bu yerga o'tadi. Hop, bizga burchak C, D, A ni 110 gradus deb bergan. 90 minus alfa bo'lsa, mana bu ham 90 minusdan alfaga to'g'ri keladi. 180 minusdan 2 alfamiz 110 bo'lsa, alfamiz 35 gradus bo'lar ekan. Hop, mana bu yer 35 bo'lsa, x'imizga 55 gradus to'g'ri keladi. Keyingi misolimiz. Alfa deb belgilasak, bu qismiga ham alfa to'g'ri keladi. 2 alfa qo'shilgan 40imiz 180 ni bersa, alfaga 70 gradus to'g'ri kelar ekan. Demak, alfamiz 70. Demak, bu yerga ham 70 gradus to'g'ri keladi ichki burchak yig'indisidan. Biz esa ekan demak, 90 minus x taqsim 2, 90 minus x taqsim 2. Teng yonli ekan 80 u 80 dan to'g'ri kelsa, mana burchagimiz 20 gradusni hosil qiladi. Ikkalasining yig'indisi 80 gradusni berish kerak. Demak, DB bilan AB'miz o'zaro teng. Demak, mana bu 80 bo'lsa, bu qismiga ham 80 to'g'ri kelishi uchun 60 ni berish kerak. Uchidagi burchagi shunda 20 ga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. 90 minusdan x taqsim 2 miz teng 20 ga, bunda x'imiz qiymati 140 ga to'g'ri keladi. Balandlik tushirib olsak, asini tashlab olaylik deylik. Teng yonlikdagini tushgan balandlik asosan teng 2 ga bo'ladi. Shunda uchidagi burchagi ham teng bo'ladi. 10 bo'lsa, mana bu x minusdan 10. Demak, mana bunga ham x minusdan 10 to'g'ri keladi. Z burchakdan x minusdan 10 ni qiymati 20 ga teng bo'lsa, x'imizga 30 qiymat to'g'ri keladi. Burchaklarni belgilab olamiz yoki burchak A ga burchak B ni qo'shsak, 130 gradusni berar ekan. Demak,
alfa-yu alfa deb belgilasak, mana bunisi 130 minus alfa, demak bu yerga ham 130 minus alfa to'g'ri keladi. Ikkita ichki burchakning yig'indisi uchinchi burchakning tashqi burchagiga teng. Hop, demak 2 alfamiz teng bo'lar ekan 130 minusdan alfa qo'shilgan x ga. Bunda 3 alfamiz teng bo'ladi x qo'shilgan 130 ga. Hop, hozircha bunisi ketdi. X bo'lsa mana bu qismi 90 minusdan x taqsim 2 ni beradi. Ikkalasining yig'indisi 180 gradusga teng. 2 alfa qo'shilgan 90 minusdan x taqsim 2 imiz 180 bo'lsa, 4 alfa teng bo'lar ekan x qo'shilgan 180 gradusga. Sistemada ayirib yuborsak, alfaga 50 to'g'ri keladi. 150 bo'lsa, x'imizga 20 gradus to'g'ri keladi. Mana bu ikkitasidan alfani 50 gradusligini topib oldik, o'rniga qo'yib x'ni 20 gradusligini topib oldik. Asini tashlab olamiz. Tengyorlikda tushgan balandlik asosini tengga bo'ladi. Demak, bu ham x, mana bu qismi 90 minus x u 90 minus x. Z burchakdan mana bu qismiga 180 minusdan 2x. Bu yerga ham 180 minusdan 2x qiymat to'g'ri keladi. D A B burchagimiz 32 gradus ekan. Qo'shsak, demak 360 minusdan 4x'imiz 32 ga teng. 90 minusdan x'imiz shunda 8 ni bersa, x'imiz 82 ni qabul qiladi. Hop, balandlik tushirib olamiz. Perpendikulyar bo'lib tushadi. Shunda A qiymatimiz bu yerga, A bu yerga to'g'ri keladi. 30 gradus qarshidagi katta hipotenuzani yarmiga tengsak, x'imizga 60 gradus to'g'ri kelar ekan. 42 gradusimiz bor demak. Asini tashlab olsak, bu yerga ham x 90 minus x u 90 minusdan x to'g'ri keladi. Shunda bu yerga 180 minusdan 2x ni bersa, bu ham 180 minusdan 2x ni berish kerak. Qo'shamiz. 270 minusdan 3x'imiz 42 ga teng. 3 ga bo'lsak 90 minusdan x teng 14. Demak, x'imiz 76 ni qabul qiladi. Balandlikni parallel ko'chiramiz. Bu ham perpendikulyar desak, 5 qiymatimiz bu yerga o'tadi. Xulosa qilsak, 30 gradus qarshidagi katet hipotenuzani yarmiga teng. Z burchakdan x'imizga ham 30 gradus to'g'ri keladi. Balandlik tushirib olamiz. Perpendikulyar ravishda tushadi. 5 qiymatimiz bu yerga o'tsa, 2 bu yerga 5 bu yerga tushganligi uchun 45 u 45 dan to'g'ri keladi. Mana bunisi o'zi 90 gradus. Demak, x'imiz 90 qo'shilgan 45. Bundan x'da 135 gradusligi ma'lum bo'ladi. Teng yonli ekan demak. Mana buni parallel qilib o'tkazamiz AD ga. Shunda 2 qiymatimiz bu yerga, 5 qiymatimiz bu yerga to'g'ri kelsa, mana bunga ham jam 7 ni berish uchun 5 to'g'ri keladi. 60 u 60 dan to'g'ri keladi. Demak, x ga 60 ni qo'shsak 180 ni beradi. Demak, x'imiz 120 ni beradi. Shunchaki burchak S ga burchak B ni qo'shib 180 ga tengladik demak. Xo'p, AB dan desani ayirib 2 bo'lar ekan. Balandlik tushirib olamiz. Mana buni qandaydir A deb belgilasak, bu yerga A, demak mana bu qismiga 2 to'g'ri keladi. 2 yuzasida 3'imiz bor. Pifagordan bu yerga 4 to'g'ri keladi. 30 gradus qarshidagi katet hipotenuzani yarmiga tengsak, x'imizga 60 gradus to'g'ri keladi. Hop, parallel chiziq o'tkazib olamiz. AD bilan o'zaro parallel bo'lsin deylik. Shunda 55 gradusimiz bu yerga o'tadi. 3 qiymatimiz bu yerga to'g'ri kelsa, 4 qiymat bu yerga o'tadi. Demak, bunga ham 55 to'g'ri kelar ekan. 55 ga 55 ni qo'shsak 110 yoki Z burchakdan shunchaki mana bu yerda 55'imiz bu yerga o'tib qoladi desak ham bo'ladi. Mana bu yerga 70 to'g'ri kelib 110 ni beradi desak ham bo'ladi. X'imiz demak 110 ni hosil qilar ekan. Chiziq o'tkazib olamiz. AD bilan parallel bo'lsin. B qiymat bu yerga, A bu yerga to'g'ri kelsa, mana bu qismiga ham B qiymat to'g'ri keladi. X qiymatimiz bu yerga o'tib qolar ekan. 100 bo'lishi uchun mana bu yerga 80, demak bu yerga ham 80 to'g'ri keladi. 80 ga 2x ni qo'shsak 180 ni bersa, x'imizga 50 gradus to'g'ri keladi. X va Y da yig'indisini so'ragan. Hop, parallel chiziq o'tkazib olamiz. AD bilan o'zaro parallel bo'lsin deylik. 5 bu yerga, 4 bu yerga to'g'ri kelsa, 13 bu yerga to'g'ri keladi. Demak, mana perpendikulyar. Chunki kvadratlar yig'indisi 13 kvadratni beradi. X burchagimiz bu yerga o'tadi. Shunda x qo'shilgan y'imiz 90 gradus hosil qiladi. Hop, keyingi misolimiz. Chiziq o'tkazib olamiz. AD bilan parallel bo'lsin. X burchagimiz bu yerga o'tsa, A qiymatimiz bu yerga, 3A'miz bu yerga to'g'ri kelib, tengyorlik bo'lib qoladi. Demak, x bu yerga to'g'ri keladi. 2x ga 40 ni qo'shsak 180 ni beradi. Demak, x'imiz 70 ni hosil qiladi.
Xo'sh, demak, chizg'i o'tkazib olamiz. Parallel bo'lsin deylik. 2 qiymat bu yerga, 8 qiymat bu yerga to'g'ri kelsa, mana bu qismiga 5 qiymatimiz to'g'ri keladi. Mana burchakda qandaydir alfa deylik. Shunda bu yerga ham alfa to'g'ri kelsin. Kosinus alfani qiymatini topsak teng bo'ladi. 8 ni kvadrat qo'shilgan 5 ni kvadrat minusdan 7 ni kvadrat taqsim 2 kara 8 kara 5. Soddalashtirsak 1 taqsim 2 hosil bo'ladi. Bundan alfani qiymati 60 ma'lum bo'ladi. Alfamizga agar 60 gradus to'g'ri kelsa, x'imizga 120 gradus to'g'ri keladi. ABCD yamuk, ya'ni trapetsiya, D, S, F, Y'miz deltoid. Deltoidda ikkitadan tomonlar o'zaro teng bo'lishga majbur. Hop, 100 gradus bo'lsa, mana bu yerga 80, demak bu burchagimiz ham 80 ni berishga majbur bo'ladi. Tengorli bo'lganligi uchun mana bu qismi 90 minusdan x taqsim 2, 90 minusdan x taqsim 2 ni berish kerak. A va D burchaklar yig'indisini 180 ga tenglaymiz. 80 qo'shilgan x qo'shilgan 90 ayrilgan x taqsim 2 miz 180 ga teng bo'lsa, x'imizga 20 gradus to'g'ri keladi. Bu biskritsiya ekan demak. Mana bu qismi 90 minusdan x, demak bu ham 90 minusdan x deb berish kerak. Xulosa qilsak, mana perpendikulyar bo'lar ekan. 30 bo'lsa, mana bunga 60 to'g'ri keladi. X'imiz shunda 30 gradusda beradi. D, F, B, Y'miz deltoid. Deltoidda mana bu burchagimiz ham 100 gradus berishga majbur. Ikkitadan burchaklar teng, ikkitadan tomonlar teng bo'ladi. Demak, mana bu 80, bunisi ham 80, demak bu yerga 20 gradus to'g'ri keladi. 120 qo'shilgan x'imiz 180 ni bersa, x'imizga 60 gradus to'g'ri kelar ekan. AD ni qiymati 2 BC ga teng ekan demak. Xulosa qilsak, balandlik tushirib olaylik. Shunchaki, mana buni h deb belgilasak, bu 2h deb berar ekan. 30 gradus h deb ekan, gipotenuzani yarimga teng edi. Demak, 15 15 dan to'g'ri keladi. Xulosa qilsak. Hop, bu h ni beryapti. X ni qiymatini topishimiz kerak. 30 u 20 bo'lsa yoki shunchaki 90 dan keltirib chiqaramiz. Jami 90 ni berish uchun mana bu tarafiga 70 yetmaydi. 30 bo'lsa, mana qismi 60 ni hosil qilar ekan demak. A, Y, D uchun ichki burchaklar yig'indisini hisoblaymiz. 1 esa 30 qo'shilgan 15 qo'shilgan x'imiz teng bo'lar ekan 180 ga. Bundan x ni 35 gradusligi ma'lum bo'ladi. ABCD trapetsiya teng yonli ekan demak. Alfa desak, mana bu qismiga ham alfa to'g'ri keladi. Bunisi 180 minusdan 2 alfani beradi. Demak, bu yer 2 alfa, 90 minus alfa yu 90 minusdan alfa. Xulosa qilsak, bu yer 90 gradus. Demak, x'imiz 70 gradusni beradi. ABCD trapetsiya AC bilan AB ni qiymatlari o'zaro teng. 140 bo'lsa, bu yerga 40 to'g'ri kelish kerak. 20 20 dan bo'lib oladi. Demak, asosidagi burchagi 80 ekan. Bunga ham 80 to'g'ri keladi. Hop, 160 bo'lsa, bu yerga 20 gradus to'g'ri kelar ekan. Jami 100 ni berish uchun past 80 desak ham bo'ladi. Uchidagi burchak 100 gradus bo'lsa, hop 82 ga bo'lib oladi. 40 u 40 dan to'g'ri kelish kerak. Demak, mana bu burchagimiz ham 40 gradus. 20 ga 40 ni qo'shsak, 60 gradusni beradi demak. Keyingi misolimiz. Hop, yana alfa desak, mana bu qismi ham alfa bo'lganligi uchun bunga 180 minusdan 2 alfa to'g'ri keladi. Uchidagi burchak 2 alfa bo'lsa, 90 minus alfa yu 90 minus alfani hosil qiladi. Demak, mana burchagimiz 90 gradus berish kerak. Bundan x'imizga 25 gradus to'g'ri kelishi ko'rinadi. ABCD trapetsiya AC bilan AB ni qiymatlari o'zaro teng. Demak, mana bu qismini alfa desak, Z burchakdan bu yerga alfa o'tadi. Teng yonli bo'lganligi uchun mana bu qismiga ham alfa to'g'ri keladi. Bu ikkalasi teng yonli bo'lsa, bunga 2 alfa to'g'ri keladi. Hop, x bo'lsa 90 minus x taqsim 2, 90 minusdan x taqsim 2 to'g'ri keladi. Xo'sh, alfani qiymatini shu yerdan ham topib olsak bo'ladi. Alfaga 2 alfani qo'shsak 105 gradus beradi. Demak, 2 alfa qo'shilgan alfamiz 105 deb bersa, alfaga 35 gradus to'g'ri keladi. 35 bo'lsa, ikkalasining yig'indisi 140. 90 minusdan x taqsim 2 qo'shilgan 140 teng bo'lar ekan 180 ga. Bundan x ni 100 liga kelib chiqadi. Keyingi misolimiz. A ga B ni qo'ysak nima bo'ladi deb so'radi. Demak, alfa desak, mana bu qismiga ham alfa to'g'ri keladi. Beta desak, mana bu qismiga ham beta burchak to'g'ri keladi. Mana bu burchakda o'zi 180 minus 2 alfaga 180 minusdan 2 betaga teng. Bizga A plusdan B ni qiymati kerak. 2 alfamiz shunda 50 qo'shilgan 180 minusdan 2 betaga teng. Demak, 2 alfa teng 50.
qo'shilgan 180 ayrilgan 2 bettaga teng desak, alfa qo'shilgan bettamiz 230 taqsim 2 bo'lar ekan. Bunda so'ralgan ifodamiz 115 gradus hosil qiladi. Davom ettira olamiz. Hop, teng yonlikdagina tushgan balandlik asosan tengga bo'ladi va uchini bisktrisa qiladi. Y, D, S burchagimiz 100 gradus ekan, demak 50 u 50 dan to'g'ri keladi. Mana burchagimiz 40 gradus hosil qiladi. Z burchakdan mana bu yerga 40 o'tadi. O'zi 90 gradus edi. Demak, x'imiz 90 qo'shilgan 40 bo'lsa, 130 gradusga to'g'ri kelar ekan. A va B burchaklar teqinisi 110 gradusga teng. Alfa deymiz, buni ham alfa deymiz. Beta desak, mana bu qismini ham beta deymiz. Shunda mana bu yerga 180 minusdan 2 beta to'g'ri keladi. 2 alfamizni qiymati x qo'shilgan 180 minusdan 2 betaga teng. Bunda alfa qo'shilgan betani qiymatini topsak, x qo'shilgan 180 taqsim 2 ni beradi. Bu ham 110 ga teng ekan, demak x'imiz 40 ni hosil qiladi. A dan C ni ayirsak 5 ni berar ekan. Demak, A ni qiymati C qo'shilgan 5 ga teng. Parallel chiziq o'tkazib olamiz. Bundan ham parallel bo'lsin deylik. C qiymatimiz bu yerga to'g'ri kelsa, mana bu yerga 5 qiymat o'tadi. Parallelogramda 3 qiymatimiz bu yerga to'g'ri keladi. Demak, bu yeri perpendikulyar bo'lib qolar ekan. E'tibor bersak, mana bu ikkita chizig'imiz o'zaro perpendikulyar, davomi ham demak perpendikulyar bo'lib qoladi. Shundan xulosa qilsak. Demak, alfa yo alfadan to'g'ri kelsa, mana bunga 45 minus alfa yo 45 minusdan alfadan to'g'ri keladi. Shunda ichki burchaklarimiz 180 gradusni beradi. Demak, x qo'shilgan 45imiz 180 ga teng bo'lsa, x'imizga 135 gradus to'g'ri kelar ekan. Xo'p, balandlik tushirib olsak, mana buni qiymatini qandaydir a desak, bu yeri 2a ni beradi. Umumiy ravishda mana bu bilan bunisi o'zaro teng, demak bunga ham teng. 2a qiymatimiz bu yerga ham o'tib qoladi. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng desak, x'imizga 60 gradus to'g'ri keladi. Keyingi misolimiz. A dan C ni ayirsak 13 bo'lar ekan. Demak, parallel chiziqda davom ettira olamiz mana bu yerdan. Bundan ham davom ettira olamiz. C qiymati bu yerga to'g'ri kelsa, 13 bu yerga o'tadi, 5 qiymatimiz bu yerga o'tadi. Demak, mana perpendikulyar bo'lar ekan. Davom ettirsak, ikkita parallel chiziqlar perpendikulyar bo'lsa, bunisi ham o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Alfa yo alfa desak, 45 minus alfa yo 45 minus alfadan to'g'ri keladi. X'imizga 45 ni qo'shsak 180 ni beradi. Demak, x'imiz 135 gradusni hosil qiladi. Hop, buni tutashtira olsak, mana bu ikkalasi ham o'zaro teng bo'lib qoladi, chunki ikkitasi o'zaro teng bo'lyapti. Parallelogram bo'ladi umuman olganda. Xo'sh, x qiymatimiz bu yerga to'g'ri kelsa, mana bu yerga 100 gradus to'g'ri kelsa, 2x'imiz teng bo'lar ekan 100 ga, bundan x 50ligini bilib olamiz. Df ni tutashtiramiz. Mana bu qismi 65, demak bu 130. Parallelogramda hop, qarama-qarshi tomonlar va qarama-qarshi burchaklar o'zaro teng bo'ladi. Demak, bu 130 gradusni beradi.